Assalomu alaykum qadrli muxlis. Milliy futbol kanali Jahon chempionatida mamlakat terma jamoasi ishtirokini yoritishda davom etadi. Bugungi videoni biz kashfiyot va maestro deya nomladik. Nega bunday deb nomlaganimizni video davomida bilib olasiz. Qadrli muxlis, iltimos, videoni boshlashimizdan avval ushbu videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, biz boshladik. Kuni kecha terma jamoamiz tarixiy mundialdagi ishtirokini tarixiy stadionda boshladi. Milliy terma jamoamizning o'yini borasida ayrim savollar bo'lsa-da, bunday pallada ushbu savollar noo'rin deya hisobladim. Chunki shuncha heytga uchraganiga qaramasdan hattoki Safiyev ham bexato o'ynab bera oldi. Demak, terma jamoamizdagi ishonchli o'yini bilan barchani hayratda qoldirgan 18 yoshli Behruz Karimov haqida to'xtalib o'tamiz. Namangan futbol maktabidan chiqqan umidli futbolchimiz bu kunga qadar barcha yoshlar va o'smirlar terma jamoa saflarida maydonga tushishga ulgurgan edi. Qanotdagi kamchiligimiz sifatida ko'rilayotgan Alijonovning jarohati tufayli musobaqa boshlanguniga qadar ushbu pozitsiya borasida bir qator savollar mavjud edi. Garchi qarama-qarshi qanotda o'ynasa ham Alijonovning o'rniga maydonga tushib heytga uchragan Safiyev tufayli ushbu pozitsiya borasida savollar mavjud edi, ammo shukrki Kannavaro ushbu pozitsiyaga munosib futbolchi topib qo'ygan ekan. Behruz Karimov qanotda juda yaxshi va foydali o'yin o'tkazdi. O'yinning so'nggi daqiqalarida yo'llagan pushka zarbasi bir necha santimetr aniqroq bo'lganda, balkim biz mundialning dastlabki super golini ko'rishimiz mumkin edi. Futbolchimizning o'ziga o'yindan keyin aynan shu haqida berilgan savolga esa bu mening yashirin qurolim Futbolchimizning o'ziga o'yindan keyin ayni shu haqida berilgan savolga esa bu mening yashirin qurolim va men uzoqdan zarba yo'llashni juda yaxshi ko'raman deya javob berdi. Umid qilamizki, Behruz qolgan o'yinlarda ham munosib ishtirok etadi va o'sha bir necha santimetr aniqroq zarba yo'llaydi. Mundialdan so'ng ushbu futbolchimizni top 5 klublardan biriga albatta yo'l oladi deb o'ylaymiz inshaalloh. Quyida esa o'sha pushka zarbani yana bir bora tomosha qilishingiz mumkin. Behruzjon gol bo'la qolmasimida borib. Endi esa maestro haqida to'xtalamiz. Kechagi o'yinda bir qator savollardan eng haqqoniysi bu nega jarima va burchak zarbalaridan unumli foydalana olmaganimiz haqida bo'ldi. Rostdan ham terma jamoamiz o'yinning dastlabki daqiqalaridan boshlab o'yin davomida o'nlab jarima va burchak zarbalariga ega bo'ldi. Ammo ulardan bironta foyda chiqara olmadik. Bizda esa aynan shunday vaziyatlardan maksimal chiroyli uzatma bera oladigan va super gollarni ura oladigan futbolchimiz bor edi. Bu Jamshid Iskandarov edi. Maestro ajoyib burchak zarbalari bilan hamda standart vaziyatlardan urgan ajoyib gollar kolleksiyasiga ega. O'ylaymizki, keyingi o'yinlarda terma jamoamiz murabbiyi Kannavaro ushbu futbolchiga maydondan joy topib beradi. Aynan kechagi bahsning ikkinchi bo'limida men uni o'zgartirishni kutgandim, ammo Kannavaro negadir Iskandarovni jangga tashlamadi. Navbatdagi o'yin Kongo terma jamoasiga qarshi natija qila olmagan, tish qayrab turgan chempionlikka da'vogar Portugaliya bilan o'ynaymiz. Ushbu o'yinda vaziyatlar yanada kamroq bo'lishi va ulardan maksimal natija chiqara olishimiz darkor. Har bir standart va har bir burchak to'pi biz uchun tashrif qog'ozi bo'lishi darkor. Chunki ikkinchi raqamda o'ynaydigan terma jamoalar odatda standart vaziyatlardan juda maksimal holatda foydalanishga harakat qiladi. Ishonamizki, terma jamoamiz Kolumbiyaga qarshi o'yinda qilingan xatolardan xulosa qilishadi va Portugaliyadan hayiqmasdan maydonda jonlarini berishadi. Zero guruhdan chiqishni istasak, Ronaldo jamoasidan ochko olishimiz darkor. Kongo uddalagan ishni biz ham uddalaymiz inshaalloh. Siz ham kechagi va navbatdagi o'yin haqida kommentariyada o'z fikrlaringizni yozishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.